Keling, DALL-E texnologiyasini ko'rib chiqaylik. Chap tomonda DALL-E deb yozilgan rangli doirani ko'ramiz. Biz DALL-E texnologiyasidan qanday foydalanishimiz mumkinligini ko'rish uchun uni bosish orqali operatsiyada davom etamiz. Bunga qo'shimcha ravishda agar biz DALL-E o'rniga boshidan ChatGPT dan foydalanganimizda, u biz uchun har qanday turdagi vizual kontentni yaratish uchun tabiiy ravishda DALL-E ni chaqirgan bo'lardi va bizning aniq ehtiyojlarimizga javob beradigan tasvirlarni u orqali yaratardi. Bundan tashqari biz Copilot dan ham foydalanishimiz mumkin. Avval aytib o'tganimizdek, Copilot ChatGPT ga o'xshash hisoblanadi, ammo Copilot boshqacha tarzda ishlaydi. Biz Copilot dan foydalanishimiz mumkin, chunki u biz uchun tasvirlar yaratishda DALL-E 3 dan foydalanadi. Keling ba'zi misollarni ko'rib chiqaylik. Biz undan 2050-yildagi Dubay shahrining xayoliy rasmini loyihalashni so'raymiz. 2050-yildagi Dubayning xayoliy rasmini yaratib bering. Biz DALL-E 3 da tasvir yaratish tezligini kuzatyapmiz. Mana ikkita tasvir. Bu 2050-yildagi Dubayning xayoliy tasviri va biz shaharni shunday tasavvur qilishimiz mumkin. Bu xuddi shu xususiyatni Copilot orqali ham sinab ko'rishimiz mumkin. Va biz bu tasvirlar qanday yaratilayotganini kuzatyapmiz. Ammo ko'rib turganimizdek, Copilot bizga ko'proq sonli tasvirlarni chizib berdi. U bizga to'rtta tasvir berishi mumkin va men kerakli tasvirlar sonini o'zim belgilashim ham mumkin. Bu alohida variant mavjud va amalga oshirish mumkin. Qo'shimcha ravishda biz Copilot tasvirlarni yaratish uchun DALL-E 3 dan qanday foydalanishni kuzatishimiz ham mumkin. Va bular Copilot taqdim etgan tasvirlar. Dubay shahri uchun turli xil tasvirlar mavjud va biz transport uchun kichik samolyotlarni, barqaror ko'chalarni, yashil maydonlarni va baland osmono'par imoratlarni ko'ryapmiz. Biz haqiqatda mavjud bo'lmagan va kundalik hayotimizda ko'rmagan narsalarni tasavvur qilishga muvaffaq bo'lgan ushbu misolni ko'rishimiz mumkin. Ammo hozir biz oddiy ChatGPT dan foydalanyapmiz. Albatta, agar sizda ChatGPT ning pullik versiyasi bo'lsa, ko'proq sonli va ketma-ketlikdagi tasvirlarni olishingiz mumkin. Agar siz bepul versiyasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, unda haqiqatan ham juda yuqori professional tasvirni olishingiz mumkin. Biroq bu biroz vaqt talab qiladi. Sizga cheklangan miqdordagi tasvirlarni taqdim etadi. Bu ChatGPT ning o'ziga yoki Copilotning o'zigagina tegishli bo'lgan siyosati. Keling, ushbu misolni ko'rib chiqaylik. Bunda biz New York shahri ko'chalarida velosiped haydab ketayotgan pingvin rasmini yaratishni so'radik. Biz ikkala modelni ham sinab ko'ramiz va keyin ular o'rtasida taqqoslashni amalga oshiramiz. Ikki model o'rtasidagi kichik farq bo'lishi ham mumkin. Ammo oxir-oqibat ular mohiyatan bir xil modeldir. Bu yerda ChatGPT New York shahrida velosiped haydab ketayotgan pingvinning xayoliy tasvirini qanday yaratganini ko'rdik. Ayniqsa fon New York shahri manzarasini aniq ifodalaganiga e'tibor bering. Xuddi shunday Copilot bizga deyarli bir xil tasvirni taqdim etdi, ammo bunisi ko'proq multfilmga o'xshaydi. Keling, boshqa shaharni tanlaylik. U biz uchun fonni shunga mos ravishda qanday o'zgartirganini ko'rib chiqaylik. Biz Parij shahrini tanlashimiz va u fonni qanday o'zgartirish mumkinligini ham kuzatishimiz mumkin. Qo'shimcha ravishda biz Copilotdan juda realistik tasvirlar yaratishni so'raymiz. Endi biz uning qanchalik ajoyib ekanligini ko'ryapmiz. Chunki u biz uchun uslubni butunlay o'zgartirib berdi. Velosiped turini ham boshqasiga almashtirdi. Unda faqat umumiy uslubni, pingvinning egnidagi kiyimini, shu jumladan u kiygan shlyapani o'zgartirdi, balki plyajning diqqatga sazovor joylarini ham, xarakterli ko'chalarini va mashhur Eyfel minorasini ham qo'shib qo'ydi. Va biz sun'iy intellekt vositalari endi ancha rivojlanganini shu orqali ko'ryapmiz. Biz faqat bitta so'zni o'zgartirdik, ammo u to'liq kontekstni tushuntirdi va bizning so'rovimizni qondirish uchun tasvirni shunga mos ravishda o'zgartirdi. Bizda Copilotni chuqurroq o'rganish va boshqa misollarda taqdim etish mumkin bo'lgan turli natijalarni kashf qilish imkoniyati mavjud. Biz undan Dubay shahridagi an'anaviy bozorlarda sayr qilib yurgan amirlik erkagining illyustratsiyasini yaratishni so'raylik. Bu nuqtada u albatta biz so'ragan narsaning keng qamrovli tasvirini beradi. Ammo endi biz undan tasvirni yaratishni so'raymiz. Biz uning an'anaviy amirlik kiyimida yurgan erkakning murakkab tafsilotlarini professional tarzda qanday tasvirlaganini kuzatishimiz mumkin. Dubayning an'anaviy bozorlari, o'zida mujassam etgan qadriyatlari, islom arxitekturasi va dizaynini eslatuvchi xarakterli tasvir.
Va bular Copilot biz uchun taqdim etgan boshqa tasvirlar. Hozircha esa biz sun'iy intellektdan yosh qizga uy vazifasini bajarishda yordam berayotgani ssenariysini tasavvur qilishini so'raymiz. Biz texnologiya biroz sekin ekanligini ko'ramiz, chunki biz har kuni cheklangan miqdordagi urinishlarga ruxsat beradigan bepul obunadan foydalanyapmiz. Bu nuqtada biz jami 30 tadan 3 ta urinishdan foydalandik va bu chegaragacha yetganidan so'ng urinishlarimiz to'xtashi mumkinligini bilamiz. Endi biz DALL-E sun'iy intellektining yosh qizga uy vazifasini bajarishda yordam berayotganini tasvirlaydigan tasvirni qanday yaratilganini ko'rdik. Bugungi kunda biz sun'iy intellekt shaxsiy yordamchisidan farzandlarimiz uchun shaxsiy repetitor sifatida foydalanish, ularga uy vazifalarini bajarishda yordam berish imkoniyatlariga ega ekanligini yaxshi bilamiz. Hozir telefoningizdan foydalanib va avvalgi suhbatlarda muhokama qilingan ilovani yuklab olishingiz mumkin. Biz ChatGPTdan ichidagi ovozli texnologiyadan foydalanish orqali xuddi shu xususiyatdan foydalanib tasvirlar yaratish mumkinligini kuzatishimiz mumkin. Salom ChatGPT, iltimos, bir guruh odamlarning arab xurmosini tatib ko'rayotib, kofe ichayotgan illyustratsiyasini yaratib bera olasanmi? Biz uchun u taqdim etgan tasvirlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu kabi tasvirlar va ijodiy kontent yaratish endi hamma uchun telefonlarda, qurilmalarda mavjud bo'lgan har qanday joyda bor. Bizda sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchimiz tomonidan bizga taklif qilinayotgan ushbu ijodiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati mavjud.